Assalomu alaykum azizlar. Bugungi suhbatimiz sog'lig'imiz o'z qo'limizda temasi bo'yicha suhbatlashamiz. Ibn Sino o'zining Tib qonunlari kitobida har bir inson quyidagi 7 ta narsaga e'tibor bersa, kishi sog' salomat bo'ladi deb aytgan. Birinchidan to'g'ri ovqatlanish, ya'ni to'g'ri taomlanish. Ikkinchidan to'g'ri kiyinish. Uchinchidan jismoniy tarbiya. To'rtinchidan ruhiy tarbiya, ya'ni ruhiy holat. Beshinchidan to'g'ri nafas olish. Oltinchidan uyqu va uyg'oqlik holati. Yettinchisi badanni chiqindilardan tozalash, ya'ni organizmdan chiqindilarni o'z vaqtida chiqib turishi, ya'ni o'z vaqtida chiqib ketishi. Endi har biriga alohida izoh berib o'tamiz. Demak, birinchisi to'g'ri ovqatlanish, ya'ni to'g'ri taomlanish. To'g'ri ovqatlanishning asosiy qoidalari nimalardan iborat? Demak, to'g'ri taomlanishda eng asosiy e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa iqlimga xos taomlarni iste'mol qilish kerak. Masalan, Janubiy aholisi qo'y go'shtidan qilingan, quyon go'shtidan, tovuq go'shtlaridan qilingan taom iste'mol qilishlari joiz. Shimol aholisini esa mizojlari sovuq bo'lgani sababidan ular mol go'shtidan qilingan taom yeyishlari shart bo'ladi. Albatta, har bir inson bir kunda 3 mahal taom yeyishi shart bo'ladi. Kuniga vazniga ko'ra, har bir kuniga vazniga ko'ra suv ichish kerak. Ya'ni 50 kilogramm bo'lsa, masalan, bir insonning tanasini vazni 30 millilitrdan suv ichish kerak bo'ladi. Ya'ni har bir kilosiga 30 millilitr suv bo'lishi kerak bo'ladi. Masalan, 50 kilogramm bo'lsa, 30 millilitrga ko'paytiradigan bo'lsak, demak 1,5 litr suv ichishi shart bo'ladi. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, har bir kilogramm og'irlik vazniga 33 millilitrdan suv ichish kerak. Demak, 33 millilitr 50 kilo vaznga ko'paytiradigan bo'lsak, 1 kilo 650 millilitr suv ichishimiz zarur bo'ladi. Undan tashqari kunda iste'molimizga kerak bo'ladigan sabzavotlar iste'mol qilishimiz kerak, kamida 400-500 grammdan. Mevalardan esa olma, nok, anor, avokadolardan iste'mol qilishimiz kerak. Har biridan bittadan yoki bir kunda bitta yoki ikkita iste'mol qilish mumkin. Haftada 2-3 marta baliq iste'mol qilish kerak bo'ladi. Dukkaklilardan esa mosh, loviya, grechka, perlovka kabilar iste'mol qilinadi. Ikkinchisi endi to'g'ri kiyinish. To'g'ri kiyinish hamisha iqlimga mos kiyinish kerak bo'ladi. Masalan, yoz oylarida oq va oqish kiyimlar kiyish kerak bo'ladi. Undan tashqari paxtalik kiyimlar, paxtalik matodan qilingan kiyimlar kiyish kerak. Undan tashqari ipaklik matolardan ham kiyish mumkin. Dag'al bo'lgan kiyimlardan hamda sintetik kiyimlarni kiyishdan ehtiyot bo'lganimiz yaxshi. Bahor va kuzda ham albatta iqlimga ko'ra tabiiy kiyimlar kiyishimiz zarur bo'ladi. Qish oylarida esa issiq junli shers kiyimlar kiyish kerak bo'ladi. Uchinchidan endi jismoniy tarbiyaga alohida e'tibor berishimiz kerak. Ibn Sino qonun kitobida aytadiki, badan tarbiya insonni davolashda eng ulug'vor uslublardan biridir. Mana bundan ko'rinib turibdiki, inson xoh kasal bo'lsin, xoh kasal bo'lmasin, uning uchun jismoniy mashqlar o'ta zarurdir. O'zning davolash uslubimizda relaksoterapiya ham alohida o'rin tutadi. Xo'p, tana va ong tinchlanishi. Demak, bu usul nima deganda, bu usulda tana va ongning tinchlanishi, ya'ni bo'shashishi, ya'ni insonning tanasini taranglikdan chiqishi degan ma'nolarni bildiradi. Ya'ni mushaklar tarangligini bo'shatish, ruhiy zo'riqishni kamaytirish usuli hisoblanadi. Bu usul orqali tanadagi ko'pgina kasalliklar sizdan chekinadi, chunki inson kasallanishining asosiy sabablaridan biri mushaklarning tarangligi yoki yemirilishi hisoblanadi. Ya'ni mushaklarning qisqarishi bilan ko'pgina degenerativ bo'g'im kasalliklari yuzaga keladi. Bu ko'p yillik tajribalarimizdan ma'lum bo'lgan xulosalarimizdan kelib chiqqan, ya'ni xulosa. To'rtinchisi ruhiy tarbiya. Ruhiy tarbiya deganda inson o'zining ruhiyatini yaxshilash uchun miyadagi turli keraksiz ortiqcha fikrlarni o'chirish kerak bo'ladi. Birovdan nafratlanish, yomon ko'rish, ko'rolmaslik kabilarni ko'nglidan chiqarib yuborish kerak. Ruhiy tarbiya insonning ichki dunyosini, axloqini, vijdonini, sabr-toqatini, mehr-muhabbatini, mehr-oqibatini va hayotga bo'lgan munosabatini tarbiyalashdan iborat. Bu insonni ma'naviy jihatdan yetuk bo'lishiga yordam beradi.
Demak, ruhiy tarbiya o'ziga va boshqalarga mehr shafqatli bo'lishlik, halollik, rostgo'ylik, adolatli bo'lishga undaydi. Sabr, shukr, qanoatni rivojlantiradi. Hayotda ma'no va maqsadni chuqurroq anglaydi. Inson ongini va ruhiyatini tiklashda relaksatsiya, ya'ni relaksaterapiya mashg'ulotlari ham yordam beradi. To'g'ri nafas olish deganda chuqur burun orqali nafas olinadi va sekin nafas chiqariladi. Demak, bu to'g'ri nafas olganda burun orqali chuqur nafas olinadi. Sekin va asosan diafragmal qorin yordamida nafas olinadi. Demak, chuqur nafas olinganda barcha a'zolarga ko'proq kislorod va oziqa yetkazishga yordam beradi. Nafas olinganda albatta diafragmal nafas olish kerak bo'ladi. Demak, bunda burningiz orqali sekin va chuqur nafas olasiz, qorningizni ko'tarasiz, ya'ni qorinni shirasiz. 1-2 soniya nafasni tutib turgandan so'ng sekin asta lablarni cho'chchaytirgan holatda, ya'ni trubuchka qilgan holatda nafasni asta sekin chiqarasiz. Ana shu asnoda, ya'ni shu vaqtda qorinni ham ichkariga tortasiz. Buni 5-10 daqiqa davomida takrorlasangiz, juda ham yaxshi natijasini sezasiz. Demak, 4 soniya nafas olinadi, 1-2 soniya nafasni tutiladi. Nafas tutish ixtiyoriy. 1 soniya, 2 soniya tutsangiz bo'laveradi. Demak, 6 soniya esa nafasni chiqarish bo'ladi. Buni qachon bajarishimiz kerak? Ertalab uyg'onganimizdan keyin, stress yoki xavotir bo'lganda, uyqudan oldin, yurish yoki yengil mashqlardan keyin bu mashqni, nafas olish mashqini bajarsak yaxshi foyda ko'riladi. Chunki organizm hujayralari hamma oziqa va kislorod bilan to'yinadi. Shu yerda bir izoh berib o'tamiz. E'tibor berish kerak bo'lgan narsa nimadan iborat? Mashq paytida bosh aylansa, ko'krak og'rig'i yoki nafas siqishi paydo bo'lsa, mashqni to'xtatish kerak bo'ladi va shifokorga ko'rinishingiz kerak bo'ladi. 6-dan uyqu va uyg'oqlik inson hayotidagi eng muhim fiziologik holatlardan biri hisoblanadi. Ikkalasi ham miya va asab tizimi va butun organizmning sog'lom ishlashi uchun zarurdir. Uyg'oqlik holatda miya tashqaridan kelayotgan ma'lumotlarni qabul qiladi, o'ylaydi, o'rganadi va harakatlarni boshqaradi. Uyqu holatida esa faoliyatning to'xtashi hisoblanmaydi. Aksincha, miya va tana muhim tiklanish jarayonlarini amalga oshiradi. Uyquning muhimligi nimada? Demak, charchoqni kamaytiradi, diqqat, ya'ni xotirani yaxshilaydi, kayfiyatni barqarorlashtiradi, yurak-qon tomir kasalliklarini xavfini kamaytiradi, immun tizimini qo'llab-quvvatlaydi, badanni chiqindilardan tozalaydi. Organizmni chiqindilardan tozalash degan tushuncha ommabop bo'lsa-da, sog'lom odamda bunday maxsus tozalash muolajalari odatda kerak emas. Chunki organizmda tabiiy tozalash tizimlari bor. Masalan, jigar zararli moddalarni qayta ishlaydi. Buyraklar esa chiqindilarni siydik orqali chiqaradi, ichaklar hazm bo'lmagan moddalarni tashqariga chiqaradi. O'pka va teri ham ma'lum darajada chiqarish jarayonida ishtirok etadi. Shuning uchun 1 yoki 2 marta yoki 3-4 marta detoks qilish ilmiy asoslangan emas. Unga zarurat ham yo'q. Agar kishida og'ir xastalik holati bo'lsagina, zarurat bo'lsa, demak detoks qilish mumkin. Organizmning tabiiy tozalanishini qo'llab-quvvatlash uchun har kuni yetarli miqdorda suv ichish kerak bo'ladi, birinchidan. Ikkinchidan, sabzavot, meva va kletchatkaga va oqsilga boy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilish kerak bo'ladi. Mana kletchatkalarda masalan sabzavotlardan karam, brokkoli, gulkaram, sabzi, bodring, pomidor, lavlagi, qovoq, kabachki, ko'katlar kabilar iste'mol qilinadi. Ikkinchidan, mevalardan olma po'sti bilan iste'mol qilish kerak. Nok, kivi, anor, apelsin, limon, olxo'ri, anjir, quritilgan anjir, olxo'ri, turshak kabilarni iste'mol qilish kerak. Dukkakliklardan esa mosh, loviya, no'xat, yasmiq, chechevitsa va har turli marjimeklar, ya'ni chechevitsa rus tilida, marjimek turk tilida, mana shulardan iste'mol qilinsa juda ham yaxshi. Undan tashqari perlovka suli, avios, grechka, arpa ham kam miqdorda qizil guruch iste'mol qilsa bo'ladi.
To'rtinchidan, yong'oq, bodom, zig'ir urug'i, chiya urug'i kabilarni ham iste'mol qilinadi. Bemorlik agar yetsa, shifokor tavsiyasi bo'yicha detoks qilinadi. Xo'p, yuqorida aytib o'tilgan 7 ta omillardan biri uzoq vaqt buzilsa, kasallik yuzaga kelishi mumkin. Demak, kasallik insonni o'z aybi va xatosi bilan yuzaga keladi. Xo'p, nimalardan cheklanishimiz kerak? Demak, cheklash kerak bo'ladigan mahsulotlar nimalar? Birinchidan, shakarli mahsulotlar, shirin ichimliklar va shirinliklar, qand, novvot, murabbo, tort, pirojnoylar kabilar. Albatta bularni iste'mol qilishdan cheklanish kerak. Ikkinchidan, magazinda tayyor holatda sotiladigan qovurilgan kartoshkalar, ya'ni chips, krishki, kolbasa, sosiski, fast foodlar kabilarni ham iste'mol qilmaslik kerak bo'ladi. Undan tashqari, uchinchidan, xamirli mahsulotlar, non mahsulotlari, undan tashqari un mahsulotlaridan tayyorlangan lag'mon, manti, chuchvara, makaron, vermishel kabilar. Chunki unga hozirgi vaqtda gluten degan modda qo'shilishi bilan birgalikda kimyoviy moddalar ham qo'shilmoqda. Shuning uchun un mahsulotlaridan tayyorlangan taom va shirinliklarni iste'mol qilish sog'lig'imiz uchun ma'lum darajada zarar beradi. Sog'ligingizni asrab-avaylash o'z qo'lingizda ekanligini bilib oldingiz. Shu bilan bugungi suhbatimizni yakunlaymiz va siz azizlar bilan xayrlashamiz. Sizlarga sihat salomatlik tilagan holda xayrlashamiz. Salomat bo'linglar.